Assalamu alaykum hörmətli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2020 yil 7 ayning 24 kuni. Bu sahifada men diqqətinizə tövnikdək bir neçə məzmunu sunmoqchi. Aldı bilan dunyoning iqtisodiy vaziyatidan kelaylik. Dunyoning iqtisodiy vaziyati vaboning ta'siridan yana bir xil chekinish holatida tutmoqda. Har qaysi davlatlarning iqtisodining chekinishi o'xshamagan nisbatlarda, o'xshamagan persentlarda ifodalanib kelyapti, lekin umumyuzlik bir yuzlanish nima desa, dunyoning iqtisodida texnik yaxshilanish yo'q. Gerçi bazı rayonlarda vabanın tizgilanishining alomatlari ko'rilgandan keyin iqtisod asosida asli kelganda qilgan bilan yana bu vabanın qaytadan qo'zg'alishi tufaylidan bu iqtisodning chekinishi yana ko'rilishga boshladi. Qaraganda vabanınki bu vabani tizgilamay turib dunyoning iqtisodida umumyuzlik bir yaxshilanish maydonga kelmaydigandek. Hozir bir qism xabarlardan qaragan vaqtda bir necha davlatlarda shu vaksina tadqiqotlari bazı bir natijalarga erishgandek, ammo vaksinaning bozorga chiqishidan tortib uningki kam ko'lamlik ishlatilishiga biroz vaqt ketganlikdan bu vaboning tizgilanishiga kam deganda bir necha yil vaqt ketgidek. Shunga biz dunyo iqtisodining tez suratda yaxshilanib ketishini umid kutib kelsak bo'lmaydigandek. Biz bilamiz, iqtisodiy faoliyatlar odatda odamlarning faoliyatini markaz qiladi. Odamlar o'zaro bir-biri bilan uchrashdi, elish berish qiladi degandek. Har xil faoliyatlarni ilib bordi. Odamlarning faoliyati orqali bo'ldi iqtisodiy faoliyatlar degan. Lekin bu vabo bir cho'ng sog'lomlik kirisi, ommaviy sog'lomlik kirisini barpo qilganlik uchun, yaratganlik uchun yoki paydo qilganlik uchun bu iqtisodiy kishilarningki o'zaro uchrash iqtisodiy faoliyatlariga nisbatan bir shu faoliyatlarning umurtqisiga bir kaltak silavatdi. Shunga bir iqtisodiy faoliyatlar kishilarningki faoliyatlarininki nimjon holga tushib qolishi bilan bir xil chekinish holatiga tushib qoldi. Endi shundaq sharoit ostida hammamiz bir o'ylanamiz. Birinchisi avval o'zimizning sog'lomligini o'ylaymiz. Bu kasal bizga yuqib qoladimi? Qanday qilsam yuqmas degan o'ylaymiz. Shuning bilan birlikda bu kasalning bu vaboninki o'zimizning hayotiga ko'rsatgan ta'siri, xalqqa, jamiyatga, dunyoga ko'rsatgan ta'sirini o'ylaymiz. Ya'ni shu vabo davomlashsa, mening qilayotgan xizmatim ta'sirga uchrayapmi, men ishdan chiqib ketib qolamanmi deb. Yoki ishdan qolib qolgan kishilar hukumatningki hozir har qaysi davlatlarda shu ishdan chiqib qolgan kishilarga nisbatan, ishdan qolib qolgan kishilarga nisbatan muayyan ijtimoiy sug'urtani berib kelyapti. Masalan, Amerikada shundaq. Bu qanchalik davomlashdi? Agar buni to'xtatib qolsa, mening iqtisodiy ahvolimda qanday ahvol bo'lishi mumkin deb herhalde ba'zi kishilar o'ylanishga boshlaydi. Korxonachilar bo'lsa, desa, endi shu vaboning ta'siridan dunyoda yangi bir tartib borliq keladi deyapti. Ya'ni dunyoning siyosiy vaziyatida yangi bir tartib borliq keladi deyapti. Bu siyosiy tartib albatta muayyan iqtisodiy tartibmi borliq keltirdi. Shunday sharoit ostida biz nima ish qilishimiz kerak? Biz iqtisodiy faoliyatlarimizni qanday tanishimiz kerak? Mayli ilib setish bo'lsin yoki ishlab chiqarish bo'lsin, zor qanday qilishimiz kerak deb o'ziga cho'qim savol qo'ydi. Shuning bilan birlikda ba'zi qarindoshlar qanday qilsak boyligimizni saqlab qolamiz yoki boyligimizni ko'paytiramiz deb shunday savollarni qo'yapti yoki o'ylanayotdi. Ba'zilarning bir gaplari bor. Dunyoda eng taraqqi qilgan, qudrat topgan shirkatlar shunday ishlar nachar bo'lgan chog'da barliq kelgan deb. Demak, bu shirkatlar bo'lsin, shaxsiy odamlarmi yoki shaxslarmi shu xil ahvollarni uyning ichida o'ltirib, kechgacha telefon ko'rib, TikTokda yoki Facebookda uni buni ko'rib o'tmay, qanday qilib shu ishlarimizni yaxshilashninki usulini o'ylamag'imiz, tafakkur qilmag'imiz lozimdir. Chunki hozir dunyoning ishlari bag'ansira bir iniqsizlikka tushib qolyapti. Bu to'g'risida so'zlasak gaplar jiq, ortiq gapirmay, lekin har holda shunday sharoitda bundan keyin nima ishlar yuz berishi mumkin? Shunday bir kutilmagan ishlarga qanday taqobil tursak bo'ladi yoki ishlarimizni qanday qilsak yaxshi qila olamiz, yaxshi qilishimiz kerak deb bir xil odamni tushiradigan o'y fikrda bo'lmay, odamni ko'taradigan bir tafakkurning qo'yib bo'lmog'imiz lozim deb qarayman. Shuning bilan yana samonlarga men yaqindan buyon Amerika bilan Xitoy o'tirishidagi, ya'ni navbatdagi dunyoda xalqaro munosabatlarda eng muhim
masalaga aylangan Xitoy bilan Amerikaning o'rtasidagi munosabatning yomonlashishi haqida bir qisqacha to'xtalib o'tay. O'tgan haftada galaksiyada men dunyoda yangi tartib paydo bo'lamdi degan savol va ko'r degan holda bir so'zlagan edim. Bugungi shu bir haftaning ichida ajoyib ishlar bo'lib ketdi ko'pchilik huquqchilar. Amerika hukumati Xitoyninki Teksasdagi, ya'ni 1979-yili Teksasda qurilgan bosh elchixona. Bosh elchixona emas, bu tarmoq bosh elchixona demdik. Shuni 3 kunning ichida taqaysan dedi. Bugun soat 4 da shular ishdan to'xtashi kerak. Agar bu elchixonaning odamlari yo'q, biz ishdan to'xtamaymiz da'vasa, bu ishlar qanday to'qinishlarning ziddiyatlarini keltirib chiqardi, buningga qaraymiz. Buningga mos holda Xitoy tarafmi inkos qaytirib Amerikaning Chengdudagi tarmoq elchixonasini taqash buyrug'ini chiqaribdi. Demak, ikki davlatning o'rtasidagi munosabat shunda shu qadar yomonlashib qarab eng tuvan nuqtaga tushib qolyapti. Buning ustiga ma'vo savdo bilan boshlangan bu datalashga vabaning qo'shilishi matnini texnik murakkablashtirib deymiz. Albatta, matematik kishilar fuqarolar bir ta'limida noaniqsiz maqtarlar yoki bo'lmasa o'zgargich qiymatlar jiqroq bo'lib ketsa, u ta'limni yashmak tas, javobni topmak tas yoki basi mushkul yoki mumkin emas ba'zida. Shunga bu hozir savdo urushidan tortib mana shu texnik urushgacha, media urushida, diplomatiya urushiga kengayib ketdi. Umumyuzlik bir nima oldiga o'tdi, bir-birlarining ro'baro turadigan holatga o'tdi. Amerika o'zining harbiy qismlarini yo'tkazishlarni ilib bordi. Ya'ni Yevropadan Osiyoga askar o'tkazadigan ishlarni qildi. Shuning bilan birlikda havo boshliq qismlarini taraqqiy qildiradigan shunday planlarni o'tirib qo'ydi. Bu ishlar bir-biriga hayva ko'rsatyapti, kuch ko'rsatyapti yoki ma'lum bir ishninki oldini olish uchun tayyorlik qilyapti. Mayli uni qanday tushunsak tushunaylik. Ikki davlatning o'rtasidagi munosabat ayni vaqtda Nixon berib 1972-yili Xitoyga berib, Xitoyning ishigini Amerikaga ochgan, dunyoga ochgan, g'arb davlatlariga ochgan shu munosabatdan keyingi eng bir nachar holga tushib qoldi. Albatta, Uyg'urlarda bir gap bor, chavak degan ikki qo'ldan chiqadi deb. Xitoy deydiki, Amerika hukumati bizga zo'mgarlik qildi. Bizga andaq qildi, bizga mandaq qildi. Bizning ichki ishimizga aralashdi, bizning davlat bexatarligimizga ta'sir qildi deydi. Lekin o'zining atalmış Abdum rayonida yashayotgan Uyg'ur, Qozoq qatorli xalqlarga nisbatan bexatarlik bermaydi, ularga zulm qilayotgan shunday sharoitda ushug'lik qilib Amerikani shunday ayblaydi. Amerika qo'pab deydi, biz sana bir 40 yildan buyon, 30 yildan buyon biz seni yenimizga tortib, shu madaniyatlik bir jamiyatga qo'shilib, shunday bir yashamdiki desak, sen hozir bizga shunday bir tahlika olib keladigan, bizning qimmat qarashlarimizga, tuzumlarimizga xirs qiladigan shunday bir raqobatchiga, dushmanga aylanding deb da'vatidi. Demak, ikki davlatning o'rtasidagi qo'saq ko'pigi kuchayib ketyapti. Tunugun Amerikaning davlat ishlari kotibi Mike Pompeo Nixonninki, ya'ni Xitoyning ishigini dunyoga ochgan Amerikaning sobiq prezidenti, marhum prezidenti Nixonning kutubxonasida Kaliforniyadagi bir nutq so'zladi. Bu nutqning so'zlanishi nimadan darak berdi desa, Xitoy bilan Amerikaning o'rtasida, ya'ni demokratik kuchlar bilan kommunist kuchlarning o'rtasida qaytadan bir so'g'ig munosabatlar urushiningki mavjudligining ifodasi ham bir to'mir, ayni vaqtdagi qora to'mir deb qo'yamiz, kommunist lager bilan kapitalist yoki demokratik lagerning o'rtasida paydo bo'lgan birdan tema o'xshab bir tamning asl bo'lganligining, bir to'mir pardaning asl bo'lganligininki bir namoyandasi bo'lib qoldi. Mike Pompeo so'zida nurg'un gaplarni qildi. Yana bir narsa 1967-yili Nixon o'zining bir yozmasida shunday degan: agar Xitoy o'zgarmasa, dunyoga tinchlik bo'lmaydi deb, shunday degan deb. Men o'ylab qoldim, men o'zim shaxsan nima shunday degan bo'lg'iydi deb. Chunki shu 1967-yili ko'pchilik madaniyat inqilobi, Xitoy madaniyat inqilobi yuz berayotgan chaqlar. Xotini eriga
xiyonat qilayotgan, do'sti do'stini setayotgan, balasi dadasini urayotgan, qo'shnisini chiqayotgan, moshundaq bir insonlikdan chiqqan inson tabiatiga yot holda, inson tabiati deganda mehribonlik, sadoqat, mehr muhabbat, odamgarchilik deydigan narsalar bo'ldi. Ya'ni adolat deydigan bu tuyg'ular bo'ldi. Mana bulardan chiqqan holda shunday bir g'aljirlikning mavjud bo'layotganligini bular bilgan gap. Shunga agar bu shu g'aljirlik yarab dunyoga yamrab ketsa, balo bo'ladi deb degan bo'lishi mumkin deb o'yladim men. Chunki madaniyatlarda bo'layotgan ishlarni ashadam ko'rib shunaqa degan bo'lishi mumkin. Shunga biz buni eshigini ichib, albatta bu yerda yana boshqa bir gapmi bor, o gap nima desa, ya'ni biz Sovetga qarshi turish, Xitoy bilan birlikda Sovetga qarshi turish. O bir ularning strategik plani, ammo buni bir zag'ir til bilan yetsak, sen bir g'aljir adam, Makka, seni Makkaga akilib, biz bilan birga ishla, biz bilan birga sahnada o'tda, birga tamoq ye, o'zingni yaxshi qil deb fursat bersak, buning qalbi erib, asosda yaxshi bo'ldi deb o'ylagan, lekin bu o'ylagandek bo'lmadi. Bu g'aljirlik, bu g'aljir adamni biz so'ronga boshlab qo'ysak, bu bizning so'ringa o'tirib, bizning kayfimizni bizga xirs qildi. Tamog'imizni yeb, bizga mushitishga yamanlıq o'yladi deb Amerikaning qo'saq ko'pigi bor. Masalan, texnikamizni o'g'irlading, ish jasuslarni avatdan degandek. Bu shu bir necha haftaning ichida Amerikaning davlat ishlari amonlik maslahatchisi, davlat xavfsizlik maslahatchisi Michael O'Brien so'zladi. Ideologiya jihatdan ikki davlatningki tuzumlarining ideologiyasiga o'xshamaydiganligi tubdan farq qilganligini. Anikin Amerikaning davlat FBI'ninki davlat ishlari amonlik mudiri boshlig'i Christopher Wray degan kishi so'zladi, ya'ni Xitoyning jasuslik to'g'risida. Andan keyin Amerikaning adliya mahkamasining boshlig'i William Barr degan kishi so'zladi. O o'sha Amerika shirkatlarininki Xitoyninki deganlarga va ma'qul da'vatqanligi hatto Hollywooddan tortib bu to'g'risida ayblab so'zladi. Endi Mike Pompeo degan kishi tunugun umuman aytgan vaqtda g'arb davlatlarini yoki demokratik kuchlar deb qaragan davlatlarni Xitoyning bu qilayotgan ishlarga, ya'ni davlat ishida xalqqa zulm silayotgan, Uyg'urlarga silayotgan zulm albatta uning ichida, anikin qo'shni davlatlarga qilayotgan xiristlarni to'sish haqida bir umumyuzlik bir chaqiriq qildi. Ya'ni dediki, bu Amerika bilan Xitoy o'tirishki ziddiyat emas, bu demokratik kuchlar bilan diktator kuchlar o'tirishki ziddiyat deb gapni xulosaladi. Bu nimadan derak ko'rdilsa, bu ikki davlatning o'tirisida oldimizdagi munosabatlarda, oldimizdagi vaqtlarda ikki davlat o'tirisida munosabatning yomonlashishidan derak ko'rdi. Endi o'shani achab biz qanday qilishimiz kerak degan vaqtda biz o'zimizning ahvoli o'zimizga ayon, qaqshab o'tag'an bilan yig'lab o'tag'an bo'lmaydi. O'zimizning ishlarni yaxshi qilishimiz kerak. Ya'ni insonlik sifatimizni saqlab, ko'nglimizni yaxshi tutib, o'zimiz bir-birimizni mehr-muhabbat ko'rsatib, yaxshi odamlardan bo'lib, bolalarimizni yaxshi tarbiyalab, yaxshi o'qitib, pul tepib, iqtisod kuchli qilib, bilim egallab, yaxshi yashashimiz kerak. Shuning bilan birlikda, ya'ni insonlik fazilatlarimizni mukammallashtirishimiz kerak. Bu insonlik fazilatlarimizdan birisi odam deganda muhabbat nafrati aniq bo'lishi kerak. Ya'ni yaxshilik qilganlarga minnatdorlik bildiradigan, yomonlik qilganlarga nisbatan nafrat bildiradigan. Men mushu gapga ulab ko'pchilikka mushu bir xil o'zimninki yaxshi kishilarga bo'lgan minnatdorlik tuyg'um ifodalangan yozmamni bir taqdim qilay. Minnatdorlik so'ygisi deb atadim men buni. Yurakning tegidan chiqqan chin so'zlar, shaxsiyatsiz tuyg'uda deyilgan organik gaplar yaxshilarning mavjudligini his qildirdi menga. Minnatdorlik so'ygisiga cho'kaman shunga. Söyish o, quchoqlab söyishli ifodalanmaydi. Go'yo Romeo Julietni muhabbati bilan so'ygandek, shundoq bir muqaddas so'ygi bo'ladi. Ufuqda zamin bilan ko'p so'yishgandek. Bir jumla samimiy so'z, yaxshilik uchun ilingan bir qadam, yaxshilarning yig'isi uchun to'kkan ko'z yosh, ojizlarning yarasiga bo'lish malham. Bularning hammasi so'ygidan bo'ladi. O'ziga bo'lgan, insonlik to'lgan, hayotga umid bilan baqqan. Pak kishilar qalb buloqdan urg'ib chiqqan. Anlaganman ularning hikoyasini, ko'rganman ularning qilganlarini, tinglab turmoqdiman bo'lsam yiroqda, har zamon yaxshilarning pichirlashlarini. Minnatdorman ulardan cheksiz, hayotimni suyib yashashga rag'bat bergani uchun ichimdan urg'ib chiqqan hissiyotim bilan rahmatimni, so'ygimni bildirgim keldi ularga bugun.
Demek, minnettarlık tuyg'usi bor kishilardan bo'layli, yaxshilarni qadrlayli. Beşimiz kun tushgan vaqtda bizga yaxshilik qilgan kishilarni qat'iy unutmayli, mangu unutmayli.